أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم محترم birodarlar. Bugun sizlarning e'tiboringizga Ashura kunining fazilati haqida havola qilamiz. Hijriy yangi yilingiz muborak bo'lsin. 2025-yilning 26-iyun kuni yangi 1447-hijriy yil Muharram oyi boshlanishining birinchi kunidir. Ashura kuni 2025-yilning 5-iyul shanba kuniga to'g'ri keladi. Muharram oyi qanday oy? Muharram oyi musulmonlar taqvimining birinchi oyidir. Bu oy Alloh taolo urush, qon to'kishni harom qilgan Zulhijja, Zulqa'da, Muharram, Rajab 4 oyning biri bo'lib, uning 10-kuni ya'ni Ashura kuni alohida fazilatlarga ega. Ashura qanday kun? Bu kun haqida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu shunday yaxshi kundirki, bu kunda Alloh Bani Isroilni dushmanlaridan qutqargan. Shu bois Musa alayhissalom bu kunda roza tutgan. Men Musoga ko'proq yaqin bo'lishga haqliroqman dedilar va u kunda roza tutib, odamlarni ham uning rozasini tutishga buyurdilar. Imom Buxoriy rivoyati. Ashura kuni roza tutish o'tgan 1 yillik gunohlarga kafforat bo'ladi. Bu haqda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Ashura kuni rozasi Allohdan umid qilamanki, 1 yil oldingi gunohlarga kafforat bo'ladi deganlar. Imom Muslim rivoyatlari. Bu kun yaqinlarga kengchilik qilish 1 yillik kengchilikka sabab bo'ladi. Abu Sa'id radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi, Nabiy sallallohu alayhi vasallam kim Ashura kuni ahli ayoliga kenglik yaratsa, Alloh unga yil bo'yi kenglik yaratadi dedilar. Imom Bayhaqiy rivoyatlari. Ashura kuni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qanday o'tkazardilar? Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu kunni o'tkazib yubormaslik uchun qattiq harakat qilardilar. Uning savobiga erishish uchun bu kunning kelishining intiqlik bilan kutardilar. Bu haqda Ibn Abbos radhiyallohu anhu aytadilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Ashura kuni rozasini Ramazon oyi rozasini kutib sog'ingandek, boshqa kun va oy rozasini kutganlarini ko'rmadim. Imom Buxoriy, Imom Muslim rivoyatlari. Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Ashura kuni rozasini tutib, odamlarni ham bu kunning rozasini tutishga buyurganlarida sahobalar: "Ya Rasululloh, bu kun Yahudi va Nasroniylar ulug'laydigan kun-ku" deyishdi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Alloh xohlasa kelasi yili 9-kun ham tutamiz dedilar. Ammo kelasi yili kelmasidan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam vafot etdilar. Imom Muslim rivoyatlari. Ulamolarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ushbu niyatlariga e'tiboran Ashura kuniga qo'shib 1 kun oldingi yoki 1 kun keyingi kunda ham roza tutmoq afzal deydilar. Alloh taolo ushbu oyning fazilatlaridan barcha mo'min musulmonlarni to'liq bahramand etsin, o'zining roziligini topadigan amallarda bardavom qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.